بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli ustozlar va qarindoshlar bugungi tafsir darsimiz Baqara surasi 154-oyatdan 164-oyatgacha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Yuqorida o'qilgan oyatlarning qisqacha tarjimasi. Ey mu'minlar, sizlar Alloh yo'lida jihad qilib o'lib ketganlarni ulardan boshqa kishilarga o'xshash yoki o'zining ko'pisida yetib yoki boshqa sabablardan o'lib ketgan o'laklarga o'xshash deb qaramanglar va ularni o'lak demanglar. Balki bular o'z Robbining huzurida hayotdir, lekin ularning hayotligini sizlar bilmaysizlar. Chunki bu xos bir hayotlik bo'lib, buni faqat Alloh tarafdan berilgan vahiy orqali bilgili bo'ladi. Endan boshqa yo'l yo'q. Biz sizlarni turli musibatlar bilan sinaymiz. Dushmanlaringlardan bo'lgan qo'rqinch bilan, ocharchilik bilan mol-mulkinglarni kamlitib o'tish, hammasini ziyonga uchirtish yoki mol-mulk tepishda qiyinchilik, jafo mushaqqat tortish va sizlar yaxshi ko'radigan ba'zi narsalarni yoki jonlaringlarni etish bilan turli vabo kasali, sariz kasali degandek kasalliklarning sababi bilan insonlar halok bo'ladi yoki Alloh yo'lida urush qilib shahid bo'ladi. Shuning bilan insonlarning soni azlaydi. Sizlarningki bog'laringlardan chiqqan zamin undirib bergan turli meva-chevalarni kamaytirib o'tish bilan aytamiz. Ey Allohning payg'ambari, mushundaq musibat sinoqlarga sabr qilgan kishilarga ularni dunyo oxiratda xursand qiladigan narsalar bilan xush bishorat bergin. Musibat yetgan kishilar ularga musibat yetgan vaqtida bular Alloh tarafdan kelgan musibatlarga, turli jafo mushaqqat sinoqlarga rozi bo'lib, Allohning buyrug'iga bo'ysunib, biz Allohning mulki. Alloh bizning aramizda qandoq tasarruf qilishni xohlasa, shunda qiladi. Biz qiyomat kuni cho'qim Allohning tarafiga qaytamiz. Alloh bizni yaratdi, bizga nurg'un ne'matlarni berish orqali bizni barliq mahluqotlardan ustun qildi. Bizningki oxirgi boradigan joyimiz Allohning tarafidir deydi. Mushu sifat bilan sifatlangan ashu kishilarni Alloh subhanahu va taolo tun tarafda, ya'ni farishtalarga jamoatlari orasida da ularni madiyalidi va ularga rahmatini nozil qildi. Ular Allohning fazli rahmati bilan haqiqatga yo'l topchi, hidoyat topchi kishilardan iboratdir. Inna safa val marwata min sha'airillahi faman hajjal bayta wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa khayran fa innalloha shakirun alim. Haqiqatan safa bilan marvadan iborat tunishlik bo'lgan, Ka'baga yaqin bo'lgan bu ishtaq shariatninki siqi bir alomatlardandir. Ya'ni kimki Allohning baytini maqsad qilib haj qilish yoki umr faoliyatini ado qilish uchun keladi ekan, bular Safa Marvaning orasida tavoqqisi bo'ladi. Ya'ni gunoh bo'lmaydi deb keltirishi, jahiliyatda Safa bilan Marvaning orasida ikki dona but bo'lib, kishilar jahiliyat davrida Safa Marva qilganda, Safadagi butning yeniga kelganda butni silab va Marvadagi butning yenidan o'tganda butni silab shunda ta'zim bilan o'ti. Shuning uchun islom dini kelgandan keyin musulmonlar endi yana bu ikki Safa Marva orasida ikki dona butusa tavoq qilsak to'g'ri bo'ladimi deganda Alloh subhanahu va taolo Safa Marvaning orasida sa'i qilsa gunoh bo'lmaydiganligi, balki uning haj faoliyatlari, hajning amallaridan ekanligini Alloh subhanahu va taolo bayon qildi. Ya'ni haj faoliyatini ado qilish uchun Safa Marvaning oraliqida sa'i qilsa, bu Alloh buyurgan faoliyatlarningki qatoridandir. Alloh subhanahu va taolo o'z bandalarininki ixlos bilan qilgan farz
farz, nafla barliq taat ibodatlarni qabul qilguchidir. Alloh subhanahu va taolo shu qilgan amallarga asosan ularni jazo mukofotlaydi. Alloh subhanahu va taolo bandalarning orasidan kimning savobga haqliq bo'ladigan yaxshi ishlarni qiladiganligini Alloh yaxshi bilguchidir. Innallazina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa allazina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim. Haqiqatan Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellemninki ahir zamanda keldigan haqiqiy payg'ambar va payg'ambar alayhissalom ilib kelgan dinning Qur'oni Karimning Alloh tarafdan nozil bo'lgan haqiqat ekanligini maxfiy qilgan kishilar, ya'ni Yahudi Nasaralardan Alloh subhanahu va taolo ularning bida payg'ambar alayhissalomning oxirgi payg'ambar ekanligi va barliq sifatlarini bayon qilib bergandan keyin bular o'zlarining kitoblaridagi mushu haqiqatlarni yoshirgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo o'z rahmatidan yiroq qiladi. Barliq farishtalar, payg'ambarlar, insonlarning hammasi ularning Allohning rahmatidan yiroq bo'lish uchun beddua qiladi. Faqat ularning orasidan ham ochiq, ro'shan oyatlarni yoshirgan qilmishlariga pushaymon qilib, Allohga tavba qilib, Allohning tarafiga qaytganlar, o'zining moddiy, ma'naviy, ichki, tashqi barliq hamma amallarini isloh qilib tuzatganlar va haqiqat va hidoyatdan burun yoshirganlarini kishilarga bayon qilib berganlar bo'lsa, menga itoat qilish uchun yuzlandi. Men bandalarimdan tavba qilgan kishining tavbasini qabul qilaman. Ularga nihoyatda mehribondurman. Innallazina kafaru va matu va hum kuffarun ulaika alayhim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huvar rahmanur rahim. Haqiqatan kafir bo'lgan badbaxtlar va o'zining shu kufrlik qilmishidan tövbe qilishdan ilgari kufrlik holatida o'lib ketganlarga Allohning la'nati bo'ladi. Alloh ularni o'zining rahmatidan yiroq qiladi. Ularga farishtalarning, insonlarning hammasi beddua qiladi. Ularni Allohning rahmatidan qo'g'lash va Allohning rahmatidan yiroq qilishni tilab. Bu la'nat doim ularga hamroh bo'ladi. Ulardan azob yengillitilmaydi. Bir soat, bir minutmi azob yengillitilmaydi va qiyomat kuni ularga muhlat berilmaydi. Ey insonlar, sizlarningki ibodat qiladigan haqiqiy ma'budun bo'lgan Alloh o'zining zoti va sifatida yolg'iz yeganidir. Allohdan boshqa ibodatga loyiq hech bir haqiqiy ma'bud yo'qdir. Alloh subhanahu va taolo bak ko'yimchandir. Allohning rahmati kengdir. O'zining mu'min bandalarga bak mehribondir. Alloh subhanahu va taolo o'zining mu'min bandalariga ular sanab bo'lolmaydigan ne'matlarni ato qildi. Oyatlardan ilinadigan foydalar: birinchisi, bala musibat sinoq bo'lsa Alloh subhanahu va taoloning bandalar orasida yo'l qo'ygan ilohiy prinsipi. Alloh subhanahu va taolo shundoq musibatlarga sabr qilgan kishilarga nihoyatda katta ajr, savob va oliy darajalarni ato qilishni va'da qildi. Hamda Allohning baytiga kelib haj qilish yoki umr qilishni maqsad qilgan kishi uchun Safa Marvaning orasida sa'i qilish yo'lga qo'yildi. Gunohningki eng kattasi va jazosi eng qattiq bo'ladigan Alloh tomonidan nozil qilingan haqiqatni bilib turib yoshirish, kishilarni to'g'ri yo'ldan adashtirish va ularni payg'ambar kelgan haqiqatni burmilab gumrohlikqa boshlashdan iboratdir. Alloh subhanahu va taolo har birimizni haq ustida mustahkam turishga muyassar qilsin. Oxirgi hayotimizgacha Alloh va Allohning rasuli rozi bo'ladigan yaxshi amallarni uzildirmay qilishga muyassar qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.